Никто не изучил. Bir ovozli bor. Endi boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Police PUBG va nihoyat bugungi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Kanalimizda video chiqmayotganiga pashti bir hafta bo'lib qopti. Bugun sizlarga TikTok va Instagramda trendda bo'lib yurgan life hack va bug videolarni olib qo'yganman. Hozir har bittasini sinab ko'ramiz. Qani qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri sizga foydali, qaysi biri foydali emas. Hammasini bilib o'rganib olamiz. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki biz tez orada 10 mingda bo'lamiz. 10 mingda bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Bir dona obunani bosib, 10 mingda bo'lishimizga o'z hissalarini qo'shib o'tsanglar juda ham xursand bo'laman. Aytgancha, bugungi videomizda videoning oxirida 1 dan 10 gacha baho berib o'tishni ham esingizdan chiqarmang. Videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomizni biror joyga o'tirib, yaxshiroq joylashib olib, ko'rishinglarni maslahat beraman, chunki bugungi videomiz juda ham strashniy bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Qani ketdik. Bugungi videomizdagi birinchi lavha video ko'rishinglar mumkin. Mototsikl bilan mashina video derazasini o'tib ketsa bo'ladi. Bu joyda ko'pchilik biladi bolalar. Bizda mototsikl bor. Hozir sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Mana lokatsiyasini ko'ra olinglar. Rosvokda mana shu tepasida magazinning yonida bo'ladi. Mototsikl bor. Hozir mototsikl bilan o'tib ko'ramiz. Qani ketdik. Birinchi mana bu yerdan o'tishimiz kerak. To'g'ri kelib devorga urildik. Hozir ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Hali orqa-orqa yuramiz. Xo'sh, mana shu yer bo'lsa kerak. Mana shu yerdan endi o'tib ko'ramiz. Qani? Xo'sh, xuddi shu uyda, qani zinasidan vo o'xshar ekan. Birinchi life hackimiz bizda o'xshadi. Ko'rishinglar mumkin, bemalol o'tib ketsa bo'lar ekan. Lekin buni qanaqa foydasi bor tushunmadim-ku. Agar odamdan qochayotgan bo'lsanglar, mana shunday qilib o'tib ketib yoki uyda ichiga tushib qolsanglar bo'ladi. Birinchi lahza videomiz bizda o'xshadi. Endi esa keyingi videomizga o'tamiz. Voy, mana bilan ketishing. Ikkinchi pak videomizga o'tadigan bo'lsak, oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, velosiped orqali garajning ichiga kirib olar edik. Xuddi shunaqa bag orqali Sosnovkada shunaqa angarlar bor. Angarning teksturasini ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Mana bola videodagi joyga ham sekin-asta kelib oldik. Videoning joyi mana hamma biladi. Sosnovkada shunaqa joy bor. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, kartani shu joyda kelib bemalol sinab ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bizda ikkita velosiped bor. Qani sherigim bilan hozir sinab ko'ramiz. Velosipedni birinchi chiqarib olamiz. Xo'sh. Tak, mana velosipedni qo'yib oldik. Endi sakrashni bosib turib, bitta sakraysizlar va tushguncha o'tirishni bosib, oldiga o'tirib olasizlar. Lekin bizda birinchi urinish o'xshamadi. Xo'sh, yana ikkinchi urinishni qilib ko'ramiz. Sherigimiz ham qilib ko'ryapti. Tak, bizda ikkinchi urinish yo'q. Hatto ketib qoldi. Nimagadir bola tepadagi tezlikni oshirishni bossanglar, velosipedni to'xtatib bo'lmaydi. Sakrashni bosib turamiz va sakrab orqaga o'tirib oldiga o'tirishni bossak o'xshamadi. Hozir 3-marta ham sinab ko'ramiz. Qani? Yana sakrashni bosib turamiz. Tekman shu joydan qilsak, sakrashni bosib turamiz va sakraymiz. Orqasiga o'tiramiz, oldiga va ozgina o'xshagandek bo'ldi. Voy, 3-urinishimiz ham o'xshamadi. Qani sherigimiz? Qani? Much later. Mana bolalar, biz ancha-muncha sinab ko'rdik. Bir 10-15 marta sinadik, lekin baribir o'xshamadi. Nima ham derdik? Voy, men belini qaranglar. Beli qanaqadir bug bo'ldi. Voy. Belini burilishini qaranglar bolalar. 90-60-90 bo'lib qolgan. Baxshi, sinab ko'rdik bolalar, bizda o'xshamadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni yozib qoldiringlar. Hozir bitta bagni qilamiz deb bitta bag ochib qo'ydik. Beli 90-60-90 bo'lib qoldi. Ancha sinab ko'rdik, ikkinchi bag video bizda o'xshamadi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi lavha videomizga o'tadigan bo'lsak, kokteylni ko'pchilik mana shunaqa o'tadi, bu esa zinada qolib ketadi. Bilsanglar, hozir esa lavha videoda kokteylni boshqa joyga otsanglar, zinada tushib qolmasa ekan, mana shu yerga otsanglar, kokteyl zinada bo'lmasa ekan, mana shu uyda pastida bo'lar ekan. Mana bolalar videodagi o'xshash uyda turibmiz. Adashmasam videodagi uyda, tak mana shu zina, bilsanglar, zinaga hozir kokteylni otib ko'ramiz, qanday tushadi.
Tak, bizada 3 ta kokteyl bor ekan. Birinchisi mana shu yerga otib ko'ramiz. Ko'pchilik mana shunday qilib otadi. Ko'rishingiz mumkin, bu siznada qolib ketadi. Bu yerdan o'tib keta olmaysizlar. Misol uchun mana bunda yurib tusha olmaysizlar. Sizlarga ta'sir qiladi yoki zinada o'tirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga olov ta'sir qiladi. Odam yuribdi bizning oldimizda. Tak, qayerda ekan? Bo'ldi, sherigimiz otib qo'ydi. Xo'sh, lifehackda devorga otgandi kokteylni, u zinada qolmaydi. Hozir mana shu yerda otgandi. Qani otib ko'ramiz. Qani pastroq qilamiz. Bu mana. Bu lifehackga o'xshar ekan bola. Ko'ryapsizlarmi? Zinada umuman kokteyl olov ta'sir qilmadi. Zinani pastida hammasi. Mana shu birinchi qavatdagi odamni bemalol o'ldira olasizlar mana shunday qilib bola. Mana shu yerga otasizlar. Qani ko'ryapsizlarmi bola? Bu lifehack 100% o'xshaydigan lifehack ekan. Sizlar ham sinab ko'ringlar yoki bu lifehack sizlar bilardinglarmi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Bola, sizlarga ishonchli, halol va tezkor yuz kerak bo'lyaptimi? Men sizlarga o'z yuz servisimni tavsiya